2025-yilda trendga aylangan va eng ko'p sotilayotgan Redmi Note 14 Pro hozir obzor qilib beraman. Ungacha videoga like bilan podpisatsiyani bosib qo'ying. Biz boshladik. Do'stlar, demak bizda bu yoqda korobka komplektini unboxing qilganimizda ko'rishingiz mumkin 45 voltlik o'zini tezkor quvvatlovchi adapteri va USB Type-C zaryadnik kabeli chiqadi. Bundan tashqari bu yoqda ko'rishingiz mumkin mana bunisini ochganimizda bizda yo'riqnomalar va unga g'ojincha tarzda mana shunaqa o'zini mana shunaqa chiroyli bo'lgan texoli chiqadi. Do'stlar, smartfonning dizayniga bitta qaranglar, bitta baho berib qo'yinglar. O'zingizlar shunaqangi premium chiroyli darajada ishlanganki, odamni ko'rib ko'z quvonadi. Bundan tashqari endi ichki qismiga o'tamiz. Ichki qismini ko'ringlar, vashcha qotgani yo'q, umuman qotish kuzatilgani yo'q smartfonda. Bir so'z bilan juda ham zo'r qilib ishlangan smartfon. Kamerasi esa 200 megapikselni tashkil qiladi. Protsessori MediaTek Helio G100 Ultra. O'rtoqlar, bunaqa byudjetli smartfon uchun bunaqa kuchli protsessorni yana qaysi smartfonda ko'rgansizlar? Frontal kamerasi esa 32 megapiksel, batareyasi 5500 mAh. Smartfonda IP64 o'rnatilgan. U suv va changdan qo'rqmaydi. Bundan tashqari juda ham tez ishlayapti smartfon. Smartfonda Android 14 Hyper OS da ishlaydi. Bu smartfonda o'yinlarni 60 fps bilan o'ynasanglar bo'ladi. Bu videoni Redmi ni yaxshi ko'radigan do'st sizga yuborib qo'ying. Smartfon yoqdimi? Izohlarda uni esa yozib qoldiring.